dinimizda vatanni himoya qilish ishiga o'zini baxshida etish eng ulug' savobli amal bu. Eng ulug' savob. Bu to'g'rida payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qilganlar. Aynani la tamassahuman nar dedilar. Ikki ko'z egasini aslo do'zax kuydira olmaydi. U ko'z do'zaxda kuymaydi dedilar. Bittasi Allohning azobidan qo'rqib yig'lagan ko'z. Gunohlarimiz esimizga tushib, kechalari turib, do'zaxni eslab bir tomchi ko'zimizdan yosh oqadi-yu, bu ko'zni endi qaytib do'zax kuydira olmas ekan. Rasululloh va'da beryapti. Ko'zidan yosh oqmaydigan odam qo'rqsin. Bir yaxshi gap eshitganda bir ta'sirlanib ko'zimizdan yosh oqadi-ku, bu ne'mat bu. Ota-bobolarimiz Qur'on eshitsa yig'laganda, yoshligimda bilaman, yozda xatm bo'lardi. 13 yoshimda qori bo'lganman. Shu xatmda o'tsam, hamma yoshi katta ulug'lar yig'lashardi-da. Eshitib yig'lashaveradi. Bu nima yig'laydi dedim-da. Amakim bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Hung yig'lardilar. Xatmidan keyin o'qib bo'lganimdan meni quchoqlab olib yana yig'lardilar-da. Mana shunday bo'lishimiz kerak. U oyatda do'zax to'g'risida oyatlar kelyapti-da. Azob to'g'risida, jannat to'g'risida. Jannatni eslab ham yig'laganda, Alloh shu jannatga kirarmikinman deb eslab yig'laganda, Qur'on o'qiyotganda simonamiz chiqib ketyapmiz. Bu qanday ko'z bu? Qanday oyoq bu? Qanday inson deysiz buni? Qur'on o'qiyap chiqib ketyapti bemalol. Qur'on o'qiganda yig'lash kerak. O'tirish kerak, to'xtab qolish kerak. Hayolingizni hamma narsa unutishingiz kerak. Qanday u odam, qanday odam deydi. Ikkinchi ko'z va aynun batat tahrusu fi sabilillah. Rasululloh marhamat qildi. Ikkinchi ko'z Alloh yo'lida poyloqchilik qilib uxlamagan ko'zni kuydira olmaydi dedilar-da. Shunday ulug' ko'z ekan, mana ikkita ko'z. Rasululloh sahobalar Qur'on o'qiganlarida yig'lardilar-da. Muborak soqollari xul bo'lib ketardi-da. Alloh u kishiga va'da qilib qo'ydi-ku jannat. Do'zaxdan panohini va'da qilib qo'ydi-ku, gunohlarni kechirishni va'da qilib qo'ydi-ku. U odam nimaga yig'ladi? Siz bilan biz qalbi qotib ketgan ummat uchun yig'lagan. Qur'on eshitib, suhbat eshitib qalbi erimagan ummat siz bilan biz ummat uchun yig'laganda. Shunday ummatlarim boramadi deb yig'lagan. Ikkita ko'z mana. Biri siz bilan biz mana kechasi turib yig'lasak, ikkinchisi vatanimizni himoya qilib uxlamay turgan ko'z do'zax kuydira olmaydi dedilar Rasululloh. Yana bir hadislarda qala Rasululloh man robata yawman aw laylatan fi sabilillah kana lahu ajru siyami shahrin va qiyamih. Kim Alloh taolo yo'lida bir kun yoki bir kecha chegara poylasa, unga bir oylik kunduzi roza tutib, kechasi ibodat qilganligi savobi beriladi. Bir kunda shuncha oydagi kecha kunduz ibodat savobini beriladi dedilar-da. Ikkinchi jahon urushida tarixda eng mash'um fojialardan biri bo'ldi, hammamiz eshitganmiz. O'sha davrda 100 minglab o'zga millat va din vakillarini yurtdoshlarimiz quchoq ochib kutib olgan u. Va o'z uylaridan boshpana bergan siz bilan bizni ota-bobolarimizmi? Shu yurtda bo'lganmi? Shu yurtni avaylash kerak, e'zozlash kerak. Shuning uchun 90-yilda Arabistondan kelgan mehmonlar jannat makon joy shu ekan, jannat makonga o'xshagan joy bormi desa shu joy ekan deb siz bilan biz yurtimizga aytgan kelibdi. Yozda kelgan, suvlar oqqan, mevalar pishgan, shuna deb eshitdik jannat makon ekan-ku degan yurtingni degan. Biz borganimizda o'sha 91da hajga borganimiz bizni shunaqa hurmat qilganda, jannat makon yurtdan keldi bo'ladi deganda. Yurtimizni qadr yetmaymizda. Shunday yurt bu joy. Mehmondo'st, shunday xizmat qilgan ota-bobolar shuning uchun tarixda qoldi. Payg'ambarimiz alayhisalom vatanlari uchun duo qilgan. Siz bilan biz ham vatanimiz uchun duo qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Yurtimizni tinch qilgin deb, ba'zi odam ensasi qotib hatib duo qilaveradi deb. U zot alayhisalomga ergashgan holda har bir solih inson vataniga yaxshilik qilishlikka ilinish kerak. Rasululloh vatanlarga yaxshilik qildilar. Shariat ahkomlariga ko'ra musulmonlar rahbarlariga ham itoat qilish kerak. Rasulullohga itoat qilgandi ular. Rahbar bo'lgan, boshliqlarga juft haloliga itoat qilgan ular. Dinimiz shunday barpo bo'lgan, dinimiz shunday tarqagan. Siz bilan bizgacha ota-bobolarimiz bu sunnatga, bu amalga juda ham qattiq amal qilib kelganligi uchun siz bilan bizni yurtimizda shunday ulamolar chiqdi. Mehmondo'st bo'lgan-da yurtimiz. Bunaqa mehmondo'st bo'lmagan. Sahoba-i kiromlar uyda mehmon kelsa, bola chaqasiga yetali narsani bola chaqasiga berib mehmonni oldiga qo'yganda,
Alloh bularni maqtagan, Madinaliklarni Alloh maqtaganda, bor budini Makkaliklarga berganda, xizmat qilib qolgan ekanda borligida ana Rasululloh duo qildi ansoriylarni. Alloh Qur'onda ularni maqtadi. Gunohlarni kechirganligini, eng yaxshi insonlar ekanligini Alloh Qur'onda maqtadi-da. Hozirgi mana hurmatli azizlar, bugungi kunda har birimiz inson dunyoda bo'layotgan voqea, hodisalardan ogoh bo'lishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha yaxshilik, vatanimizga xiyonat qilmasligimiz kerak-da. Chunki ogoh bo'lishimiz kerak, o'z yurtiga, oilasiga xiyonat qilganlarning ikki dunyosi ham kuyib ketar ekanda. Ibn Umar roziyallohu anhu kim man Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, qiyomat kuni har bir xiyonatkor uchun bu dunyoda qilgan xoinligi uchun sharmsorlik qiluvchi bayroq o'rnatib qo'yiladi. Qiyomatda ham bitta bayroq qo'yilargan xoinlarga o'sha joyda turar ekan. Ilohim u joyga turmaylik. Vatanimizga xiyonat qilmaylik, oilamizga xiyonat qilmaylik, ota-onalarimizga xiyonat qilmaylik, yaxshilik qilaylik. Vatanimizni, mahallamizni, qishlog'imizni sevaylik, yaxshi ko'raylik. Yaqinda Namangonda biz shahrimizda bir juda go'zal bir masjid qurildi-da. Bir odam qurdi o'sha mahallaga, bobosi shu joyda turgan ekanda. O'zi boshqa yurtda. Shunaqangi go'zal ochildi yaqinda. Hamma havas qildi-da. Shu bobom, shu mahallam bo'lgan joy deb bitta mahallaga chiroyli qilib jami masjid qurib berdi-da. Hamma duo qilyapti. Shaharda buni. Shunday bo'lish kerak. Mayli boshqa yurtda yuring, shu yerda yashadingiz, dunyo topdingiz, dunyoyingizni, mahallangizni, qishlog'ingizni sarf qiling. Duo qiladi-ku. Ota-onam, bobom ruhi shod bo'lsin deb niyat qilib o'sha joy hamma ta'minot. Shu joyda ishlaydigan domlalar hammasini o'zim ko'taraman debdi, qarang. Duo qilamiz, Alloh hammamizni ham topganimiz shu yurtimiz, mahalla ko'yimiz, qishloqlarimiz, masjidlarimizga sarf qilishni Alloh nasib qilsin. Yaxshilikka bo'lsin. O'tgan ota-bobolarimizni Alloh rahmat qilsin. Ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Joylari jannat bo'lsin. Bayram mana yoshlarimiz sarxatda turgan vatanparvar yoshlarimiz, farzandlarimiz mana yaqinda mana bayram ekan. Ularni Alloh taolo hifzi himoyasida asrasin. Hamisha bu qilayotgan ishlariga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Savoblarni Alloh Rasululloh va'da qilganlardek ko'paytirib yozsin. Ilohim hammamiz ham yurtimiz, mahallamiz, ota-onamiz, oilalarimizga bir umr xizmat qilib yuzimiz yorug' bo'lib o'tishligini Alloh barchamizga Alloh nasib etsin bi rahmatika.